Xo'p, assalomu alaykum. Sizlar Namangandan sentabr boshida kelgandinglar, purpur kasalligi bilan. Farg'onadan, Farg'onadan purpur kasalligi bilan kelgandinglar, to'g'rimi? Badanda ko'karish, qonashlar bor edi sizlarda. Xo'p, mana bu kelgandagi analizlar, men bu undan keyin yana 10 kun qilib topshiribsizlar. Mana endi mana bugun nechinchi oktyabr o'zingiz aytinglar? 14 oktyabr 2025-yil, to'g'rimi? Xo'p, mana bu analizlar, mana 55 gemoglobin 86 ga ko'tarilgan va ilik harakatga tushgan. Men sizlarga aytgan edim, 40 kunlik lecheniya beraman. 40 kunda agar ilik, ya'ni kostniy mozg dorimizga javob bersa, lecheniya davom etadi. Bo'lmasa lecheniyani to'xtataman deb aytgan edim. Esinglardami? Qattiqroq deng. Ha. To'g'rimi? To'g'ri. Tabriklayman, kostniy mozg harakatga tushgan. Faqat skorost past. Eng asosiysi lecheniya davom etadi. Bu juda ham katta natija. Qonashlar necha foizga to'xtadi? O'zing ayt. To'xtadi. To'liq 100% mi? Ko'karishlar? Ko'karishlar bor. Ikkita. Nu kamaygan, ha? Mana ko'karishlar ozgina kamaygan, bir 50-60% ga kamaygan, to'g'rimi? Mana endi hozir Xudo xolasa lecheniyamiz davom etadi, inshaalloh. Bu bilan sizlarni tabriklayman, harakatga tushganim bilan. Yana mana hozir muolajalar beriladi. Sizlar bundan tashqari yana qo'shimcha dori-darmonlar qabul qildinglarmi? Berdi, men berdi. O'sha askulutin, distinol bular hammasi. Все, tushunarli. Mana lecheniyamiz davom etadi. Rozimisiz? Ancha qizingiz yaxshimi? Yaxshi bo'layotganini sezibsizmi? Bu analizlar biz uchun. O'zingiz yaxshi bo'layotganini sezibsizmi? Bo'ldi.